Gagarin Avenue'da xonadonlar qanaqa holatda topshiriladi? Xo'p, xonadonlarimiz xonalarga ajratilingan, devorlari rotban qilingan, eshik va romlari to'liq o'rnatilgan hamda elektr, suv, gaz nuqtalari hammasi kiritilgan holatda topshiriladi. Gagarin Avenue'da hujjatlar joyidami? Ishonib aldanib qolmaymanmi? Albatta, chunki bizda xarid qilishingizdan oldin to'liq hujjatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu degani bizga ishonsangiz siz 100% aldanib qolmaysiz. Boshlang'ich qancha to'lov bilan xonadon xarid qilish mumkin? Boshlang'ich 25% to'lov bilan bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Oylik to'lovlari va muddati qanday bo'ladi? Xo'p, oylik to'lovlarga keladigan bo'lsak, bu avvalambor siz tanlagan xonadoningizni maydonidan kelib chiqqan holda o'lchanadi, lekin oyiga o'rtacha 13,5 million so'mdan boshlanadi. Eng muhim tarafi, ortiqcha foizlarsiz bemalol bo'lib to'lashingiz mumkin. Qurilish jarayoni hozir qanday va qaysi bloklar birinchi topshiriladi? A, B, V, G va I bloklarimizda qurilish to'laqonli bitgan va ularni egalariga topshirish uchun tayyorlayapmiz. Qolgan bloklarimizda 80% qurilish deyarli bitdi va ularda qurilish hali ham davom etyapti. Agarda sizda ham shunga o'xshash savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohda yozib qoldirishingiz mumkin.